ustaga olib borib 100 ming 150 mingga skorsini yengillatadigan akalarimizga tezda jo'natib qo'yamiz. Mexanika Nexia 1, Nexia 2, Nexia 3 va Gentra avtomobillari bor akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Men sizlarga yumshatishda oson yo'lini o'rgatib qo'yaman. Xuddi shunaqa qilib chexolni chiqarib olsalar chiqadi. Qolgan Nexia 1, Nexia 2 larni ham xuddi shu holatda chiqadi. Gentralar ham kirishgasi yechiladi akalar. Tayida xuddi shunaqa mexanizm bo'ladi, ko'ringlar. Mexanizmi tay qismiga hozir men buni yog'lagandan keyin video uchun addeni yana boshqatdan ko'rsatyapman. Bitta yoqdan bersanglar bo'ldi. Bu ustalar siri hisoblanadi. Juda ko'p ustalar olib borsanglar 100 ming so'm, 150 ming so'mga xuddi shunaqa yog' bilan sizlar oddiy shpritsda yog'lasalar ham bo'ladi. Bitta tagiga yog' quyasizlar va tay qismida mana ko'rishingiz mumkin, tagida sannesi bo'ladi, trubkasini mana. O'sha qismiga ham mana shuga bitta yoqdan uzib berasizlar. Sizlarda mashinalaringdan yengili bo'lmaydi akalar. Bemalol birinchi, ikkinchi shahar ichida ayniqsa qiynalayotganlar jo'natib qo'yinglar, manfaatli bo'lib qoladi. Agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qolsangiz ham bundan ham qiziq videolar bo'lsa qo'yib yuboramiz. Hammaga rahmat.